Assalomu alaykum, Tamos Ashvi Voydor. Assalomu alaykum, Tamos Akveshiron korxonasi YouTube kanali obunachilarimiz. Xudo xolasa, sizlar bilan bugun Farg'ona shahar tekstilda joylashgan kottejlarning obzorini qilamiz. Ushbu kottejlarimizga eshik va romlar o'rnatib berganmiz. Birinchi bo'lib sizlarga o'rnatilmagan holatini ko'rsatmoqchiman. Ya'ni ushbu kottejimiz xuddi shu holatda edi. Ya'ni eshik romlar mana shu holatda joy tashlab ketilgan. Biz ularga dizaynlarni chiqarib tayyorlab berdik. Bitta ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Ushbu holatda kottejimiz tayyor bo'lgan. Ushbu xonadonimizga yengilbek termo 7000 rom va eshiklar o'rnatildi. Oldi ko'rinishimiz hammasi 100% termo. Termo bilasizlar, alyuminiy trukumi kiradi. 3 kamerali, o'rtada poliamid termomosi bor, issiq zo'r ishlaydi. Hamda razmeri katta eshik romlari uchun ham ayni muddao, chunki egilib osilib qolish holatlari umuman kuzatilmaydi. Termo hozirgi kunda O'zbekistonda nomerali bu. Gilamli eshiklarimiz birinchi eshik va balkonda eshigimiz bor. Ular ham hammasi termo. Qani bo'lmasa boshladik. Gilamli eshiklarimizga qalinligi 7 sm dan iborat. Struktura komponentga tegishli termozamoq uchqalar o'rnatilgan. Ochilib yopilishlari juda ham a'lo. Hammasi metida o'zining yengilbek termo yozuvlari bo'ladi. Originalda albatta. Ushbu eshiklarimizni svetiga e'tibor qilasiz. Antrazit grey. Met brasham deyiladi. Aynan mana shu svetdan xudo xolasa bizning klientimiz tanlashgan. Hop, demak boshladik. Bismillah. Bu birinchi etajdagi romlarimiz. Albatta, romni razmeridan kelib chiqib dizayn tayyorlaymiz. Aynan shu razmerni mos bo'lgani uchun 1.92 ikkala tekkani ochirish qilganmiz. Ya'ni oddiy formatda hamda ruchkani tepaga ko'targanimizda двойной format, ya'ni forchka funksiyasida ishlaydi. Chap tomoni bo'lsa oddiy ochirish. Chunki bitta romga bitta forchka yetadi. Hozir ustakalarimiz bu yerda sizlarni ishlar, ya'ni patolog sohasi bo'yicha ishlar olib boryapti. Endi rozi bo'lasizlar. Bu xonadonimizda, bu xonamizga ham aynan shu formada eshik romlar o'rnatilgan. Xo'p. Chap qo'lda mehmonxonamizda yengilbek bir tabaqali romlar o'rnatilgan, o'ng chap holatida. Hamda bu tarafga ham yengilbek romlar o'rnatilgan. Endi biz ikkinchi etajga ketamiz. Sababi ustakalarimizga xalaqit bo'lmagan holatda. Ikkinchi etajga yoki uchinchi etajga chiqish jarayonida bilasizlar, aynan 5 metrli, 6 metrli romlar o'rnatilyapti hozirgi kunda. Lekin ochishga yoki artishga noqulay bo'lyapti. Shu boisidan klient gluxoy qilib beringlar deydi. Orqa tomonim ma'bi deydi. Shu boisidan aynan katta romimizni ikkiga bo'lib, oynalarni oq-qora holatda qo'yib berganmiz. Ya'ni orqa tomondan ichkari xohlisi ko'rinmaydi. Yon tomondagi romlarimiz yengilbek 7000 PVH, ya'ni plastik ruchkaga kiruvchi romlar tanlangan. Bu yerga termo ishlatsa ham bo'ladi, lekin aynan mana shu yengilbek 7000 romlarimiz ham to'liq xizmat qilaveradi. Bular ham PVH, ya'ni plastik ruchkaga romlar ichida yengilbeklar nomerali. Ikkita ochirish qilganmiz. Havo yaxshi aylanishi uchun bu yerlar spanli, shu boisidan ikkitadan ochirish qilib beringlar deydi. Qismini tepaga ko'targanimizda bularda ham forchka funksiyasi bor. Keyingi xonalarimizga kiramiz. Keyingi xonalarimizda ham aynan mana shunday kamerasi 5 kameradan iborat, qalinligi 7 sm hamda birinchi etap rezina, o'rta etap rezina va pastki etap rezina bilan jihozlangan, 3 kamerali, 3 etapli rezinalar bilan jihozlangan. Yengilbek 7000 romlarimiz. O'zini pedagoniklari bilan. Ularni ham ikkitadan ochilish. Ikkitadan ochilish ham havo aylanishi yaxshi bo'ladi, ham tashqi tomondan ko'ringanda ko'rinishi bir xil chiroyli turadi. Juda ham bagati turadi. Bizga 19 ta chiqib berilyapti. Lekin hammasi premium. O'zi premium deganda nima? Yengilbek rom eshiklar o'rnatilgani tushuniladi. Chunki bulardan hozir qimmati yo'q. Eng qimmati mana shular. Двойной mexanizm.
Bularda o'rtadan ochilish qilganmiz. Nimaga? Chunki razmer kichroq. Razmeri 1.95 atrofida bo'lsa, bular 1.60 atrofida bo'lganligi uchun ikkita chekkani ochib bo'lmaydi. Ochgan taqdirda ham ichki o'tirib xunuk bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rtadan bitta kattaroq ochilish qilganmiz, lekin birinchi etaj bilan ko'rinishi tashqi tomondan birga bir beraveradi. Birinchi etajimizdagi xuddi gluxoy romlari, eshiklari takrorlangan ikkinchi etajda ham. Ya'ni termo 7000 eshiklar. Termoda ochilib yopishlari bilan nima? To'sa ruchkani tepaga ko'taramiz. Qulflaymiz. Ruchka bloklanadi. Ruchkaga bosim kelmaydi. Ochamiz. Uni qattiq tortsa yana ochiladi. Inamarkani eshigi yopib yo'q. Xudo xolasa ichkariga kiramiz. Yana xonalar ko'p. Xudo xolasa haybatiga yarasha do'xtasi bor. 7000 romlarimiz. Bular ham qalinligi 7 sm bo'ladi. Boya aytib o'tdim, poliamid bor o'rtada deb. Mana shu poliamid bo'ladi. O'zi alyumin bilasizlar, fizika bo'yicha sovuq tortuvchi. Aynan mana shu poliamid qoplama borligi hisobiga eshiklarida, romlarida sovuqni ajratadi. Xudo xolasa bular sovuq tortmaydi, sovuq seriya emas. Oddiy hamda doimiy formatda ishlaydi. Oynani tashqi tomoni qora, ya'ni pepelni oyna. Quyosh muntazam tushib turganligi uchun ichkarini salqin ushlab berish maqsadida qo'yilgan. Lekin uyning ichidagi oyna oq, ya'ni uyning ichidan tashqari yorug' ko'rinaveradi, lekin tashqaridan ichkarini ko'rinmaydi. Biz endi O'zbekiston iqlimimizda quyosh ko'proq, issiqlik ham shunga yarasha. Ayniqsa yoz kunlari ichida bo'ladi. Shu bois bilan oynalarda sal quyoshga chidamliroq oynalar qo'yganimiz menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak. Albatta, kottejlarni tayyor bo'lib qolgan bo'lsa yoki xonadon uchun eshik romlarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, ta'mirlash korxonasiga murojaat qilinglar. Aynan shunaqangi hashamatli eshik romlarni ta'mirlash korxonasi tomonidan 5 yil garantiyali, 3 yil to'liq kafolatli eshik romlar xarid qilsangiz, xudo xolasa sizlarga ham manfaatli bo'ladi deb umidamiz. Xudo xolasa kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga telefon qilinglar. Mutaxassislarimiz albatta sizlarning uylaringizga borib, o'lchov olish, maslahat berish, dizayn qilib berishlarimiz mutlaqo bepul. Ta'mirlash korxonasidan uzoqlashmanglar.